Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadov Behruh Savizovich, fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan navbatdagi mavzu mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mavzumiz demak namlanish hodisasi yoki ho'llanish hodisalari deb ataladi. Xo'p, oldingi darsimizda sizlar bilan demak suyuqliklarning asosiy xossalarini gaplashdik hamda suyuqliklarning hajmi, issiqlikdan hajmga kengayish koeffitsiyenti va demak sirt taranglik kuchlari haqida gaplashgan edik. Demak sirt taranglik kuchlarini o'sha mavjudligi va ularning kelib chiqish sabablarini bildik, o'rgandik va mana shularning demak ikkinchi mavzuyimiz namlanish hodisalarida demak tushunchalar kerak bo'ladi. Namlanish hodisalari va uning xarakteristikasi. Xo'p, namlanish bu suyuqlik molekulalari qattiq jism molekulalari bilan o'zaro ta'sir natijasida yuzaga keladigan qattiq jism sirtida suyuqlik sirtining egriligiga olib keladigan hodisa hisoblanadi. Masalan, o'sha tekis sirtga yoki bo'lmasa ko'zguga agar biz suyuqlik tomizsa agar, suv tomizsa agar, u o'sha ma'lum bir qismi demak o'sha qattiq jism sirtiga, ya'ni ko'zguga tushadi-da, bir qismi esa undan yuqoriga ko'tarilib turadi. Xuddi mana bunaqaday va mana shu o'sha suyuqlik bilan qattiq jism orasidagi o'sha jism farqiga bog'liq bo'ladi. Suyuqligimiz demak ikkinchi navbatda suyuqlikning namlanish va namlanmasligiga bog'liq bo'lar ekan. Namlanish demak hodisasi shundan iboratki, molekulyar kuchlar sirtida suyuqlik yoki gaz bilan yoki boshqa suyuqlik bilan kontaktda bo'ladigan qattiq jism sirtida tarqalar ekan. Buni bir qancha demak turlari mavjud. Boyagi namlanishda buni demak qarab chiqamiz. Mana bu yerda agar qaraydigan bo'lsak agar, namlanish 0 gradus burchakda. Mana bu yuqoridagi rasmda, birinchi rasmda qarasak agar, suyuqlik tushgan, masalan suv o'sha sirtda tushgan desak agar, u o'sha nima bilan, normal bilan ma'lum bir tetta burchakda hosil qiladi. Agar suyuqlik o'sha namlanadigan, to'la namlanadigan bo'lsa, bu paytda tettamiz 0 ga teng bo'ladi va sirt to'la namlangan holatida bo'ladi. Ya'ni yoyilib ketadi, boshqacha qilib aytsak agar. Mana bu to'la ho'llanish yoki to'la namlanish deyiladi. Namlanish hodisasi shundan iborat bo'ladiki, molekulyar kuchlar dedik, suyuqlik yoki gaz yoki boshqa bo'lsa suyuqliklar bilan kontaktda, mana bu kontaktda bo'ladigan nuqtasiga ega bo'ladi. Namlanish hodisasi namlanish burchagi, ya'ni chegaraviy burchak bilan tavsiflanadi. Namlanish burchagi tetta bilan belgilanadi. Bu qattiq jism namlanayotgan sirt demak tekisligiga, ya'ni mana bu birinchi holat uchun bilan suyuqlik sirtining ikkinchi, mana bu suyuqlik sirtining suyuq qattiq jism chegarasini hosil qiladigan demak burchagi hisoblanadi. Aniqrog'i namlanayotgan sirt, ya'ni 1 bilan suyuqlik sirtiga shu chegara nuqtasida o'tkazilgan urinma orasidagi burchak hisoblanadi. Demak, qattiq jism 1 va suyuqlik demak chegarasi sirti orasidagi mana bu chegara yoki mana bu holatda ham ko'rishimiz mumkin. Bu holatda bu kuchli ho'llanish ekan. Xo'p, endi ba'zi bir holatlarni ko'rib chiqamiz. To'liq namlanish. To'liq namlanish yuqorida aytganimizdek tetta teng 0 ga teng bo'lganda amalga oshadi. Bunda suyuqlik o'sha sirtga to'liq yoyilgan holatda bo'ladi. Ya'ni suyuqlik substrat yuza bo'ylab demak noqavat hosil qiladi, monoqavat hosil qilib demak yoyuvchi bo'ladi. Masalan, boya aytib o'tganimizdek, monoqavat deganimiz bitta o'sha qatlam hosil qiladi. Masalan, suv yuzasidagi benzin yoki neft yoki suv yuzasida yog'ni tomizsangiz agar, o'sha sirt bo'yicha u bir tekis yupqa plyonka hosil qiladi yoki qavat hosil qiladi. Kuchli namlanishimiz bu 90 gradus 0 dan katta, lekin 90 gradusdan kichkina burchaklar uchun amal qiladi. Masalan, demak jilolangan stol ustidagi spirt tomchilarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Kuchli namlangan sirtni demak namlanadigan sirt deb atashimiz ham mumkin. Xo'p, kuchsiz namlanish bor. Kuchsiz namlanishimiz bu demak bu 90 gradusdan katta, lekin 180 gradusdan kichkina hisoblanadi. Mana bu yuqoridagi holatda. Masalan, telefon tovoqqa yoki suv tomchisi tomizganimizda buni ko'rishimiz mumkin yoki tekis sirtda suv tomchisini tomizganimizda ham bu hosil bo'ladi. Xo'p, bunday sirtni namlanmaydigan sirt deb ataymiz. Masalan, simobning shisha ustida o'sha chegara burchagi taxminan 150 gradusga teng. Endi simob zichligi katta,
taxriban bu 13600 ga tengligi sababli sirtga tushganda u o'zini kuchli o'sha sharsimon holatda oladi va sirtini kuchli ravishda saqlaydi. Bu o'sha simobning xossasi. Masalan 150 graduslar atrofida to'g'ri keladi. Bu o'sha chegara burchagi. Suvning demak parafin ustidagi chegara burchagi 105 gradus atrofida. Bunday suyuqlik tomchilari qattiq sirt bilan tegish maydonini demak kamaytirishga harakat qiladi. Ya'ni mana bunda qarasangiz katta, mana bu tegib turgan tomoni sirt bilan va ikkinchisida kichkina, sababi bular namlanmaydigan o'sha sirtlarga kiradi. Xo'p, demak go'yoki bu demak o'sha ichkariga, ya'ni o'sha molekulalari ichkariga tortilgandek bo'ladi. To'liq namlanish esa 180 gradusda amalga oshadi. Masalan, paxta tolalari va jilolangan metall yuzasidagi simob tomchisi. Bu albatta suvga bo'lishi qiyin, sababi namlanish xossasi juda katta. Bu simobda ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Laplace formulasi. Laplace formulasi demak tushunishimiz uchun quyidagi demak tushunchalarni bilishimiz kerak. Agar suyuqlik idishda joylashgan bo'lsa, u holda suyuqlik sirt qatlami idish devorlari bilan tutashgan joyda sirtning chegara o'sha egilish yuzasi vujudga keladi. Bu hodisa demak Minsk deb ataymiz. Ya'ni mana bu holatda. Endi bu ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchi namlanadigan suyuqliklar uchun, sirtlar uchun, ikkinchisi namlanmaydigan sirtlar uchun yoki suyuqliklar uchun. Xo'p, sirt egilish burchagi namlanish burchagi tetaga teng bo'ladi. Mana qarasangiz agar, mana bu teta yoki mana bu holatda endi namlanmaydigan sirt bilan namlanmasa agar, mana bu teta juda katta burchakni tashkil etyapti. Yoki bu ho'llanish, ho'llanmaslik deyishimiz mumkin. Mana bu ho'llanish holatda, bu ho'llanmaslik holatida. Suyuqlik idish devori yuzasini namlaydimi yoki yo'qmi, shunga qarab turib qavariq yoki botiq minsklar hosil qiladi. Mana bu demak qavariq minsk, mana bu esa botiq minsk. Bu namlanmaydigan suyuqliklar uchun, bu esa namlanadigan suyuqliklar uchun farqlanadi. Eng yaxshi minsk demak kapillyarda ko'rinadi. Endi kapillyarning radiusi qancha kichkina bo'lsa, minsk shuncha yaxshi ko'rinadi. Idish enli bo'lsa agar, eni katta bo'lsa, u holatda boyagi og'irlik kuchlari kattaligi sababli minskni yaxshi ko'ra olmaymiz. Xo'p, kapillyar bu lotincha so'zdan olingan bo'lib, soch degan ma'noni anglatadi. Diametri kichik bo'lgan naychalar taxriban 1 mm yoki 0.5 mm nimalar uchun, kapillyarlar uchun bu yaxshi ko'rinadi yoki kapillyar deb ataymiz. Sirt taranglik kuchlari ta'sirida suyuqlikning sirt qatlami egilib, yarim shar shakliga ega bo'ladi. Mana shu demak yaqin Minskda hosil qiladi. Ya'ni yarim shar shaklda Minsk hosil qilar ekan. Xo'p, kapillyardagi suyuqlik yuzasiga sirt taranglik kuchlari ta'sir qiladi. Bu kuch idish devorlariga tutash sirt qatlamlaridagi molekulalarga ta'sir etuvchi kuchlarning eng teng ta'sir etuvchilari hisoblanadi. Xo'p, namlanmaydigan sirtlarda namlaydigan demak sirtlar uchun suyuqlik uchun yoki suyuqliklar yoki sirtlar uchun kuch tashqariga yo'nalgan bo'ladi yoki bo'lmasa yuqoriga yo'nalgan bo'ladi. Namlaydigan demak suyuqliklar uchun esa bu ichkari, ya'ni pastga yo'nalgan bo'ladi. Shuning uchun ham bu demak namlanmaydigan suyuqliklar uchun yuqorigaligi sababli qavariq o'sha Minsk hosil qiladi. Namlaydigan o'sha suyuqliklarda kuch ichkariga yo'nalganligi sababli bu botiq sirt hosil qiladi, Minsk hosil qiladi. Xo'p, sirt taranglik koeffitsient kuchlarini mana bu yerdan demak ko'rishimiz mumkin. Ignani o'sha suyuqlikda asta agar joylashtirsak agar, u holatda mana shu igna demak suyuqlikka cho'kmaydi. Sababi o'sha sirt taranglik kuchlari demak ignani ushlab turganini ko'rishimiz mumkin. Buni joylashtirishga bog'liq, albatta agar masalan uchi bilan solsangiz agar, bu suyuqlik ichiga kirib ketadi. Xo'p, Laplace formulasi quyidagicha hosil qilinadi yoki quyidagicha o'qiladi. Sirt taranglik kuchlari ta'sirida suyuqlikning egri yuzasi ostidagi qo'shimcha bosim delta P sirt taranglik koeffitsiyenti sigma ga demak to'g'ri proporsional bo'ladi. Suyuqlikning demak Minsk R radiusi esa teskari proporsional bo'lib, demak konveksiya tomonidan, ya'ni egrilik markazi deymiz, shu tomon demak yo'nalgan bo'ladi. Bu hosil qiladigan o'sha qo'shimcha bosim delta P sigma taqsim R ga teng bo'ladi. Ya'ni sirt taranglik koeffitsiyentini o'sha egrilik radiusiga nisbatiga teng bo'lar ekan.
yoki buni quyidagicha topishimiz ham mumkin. Delta P barobar sigma 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2. Har qanday demak egilgan sirt uchun bunda R1 va R2 lar sirtning belgilangan demak nuqtasidagi o'zaro perpendikulyar istalgan ikkita kesmaning demak egrilik radiusi hisoblanadi yoki egilish radiusi hisoblanadi. Xo'p, mana bu holatlarda ham ko'rishimiz mumkin. Kuchli namlanishda botiq minsk hosil bo'ladi dedik. Ya'ni ichkari tomon kirgan mana bunaqa Laplace demak qo'shimcha bosim kuchlar delta P suyuqlikdan tashqariga, ya'ni yuqoriga qarab yo'nalgan bo'ladi. Mana bu holatda. Ya'ni qavariq holatida. Laplace qo'shimcha bosimi atmosfera bosimiga P ga demak qarshi ta'sir qilib, uni kamaytiradi. Natijada suyuqlik kapillyar ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni o'sha suyuqlikda nimani solsangiz, kapillyarni solsangiz, undan demak yuqoriga qarab ko'tariladi. Suyuqlik kapillyarda sirt taranglik kuchlari ta'siridan kelib chiqqan va yuqoriga yo'nalgan qo'shimcha bosim demak delta P, buni aytdik Laplace bosimi hosil qiladi. Pastga ta'sir qiluvchi o'sha gidrostatik bosim ρh bilan muvozanatda yuqoriga ko'tariladi. Ya'ni delta P'imiz P ga gidrostatik o'sha bosimga tenglashguncha. Biroq Minsk radiusi kapillyar radiusi R ga teng bo'lsa agar va bundan farqli ravishda o'sha namlanmaydigan holat uchun tetayamiz teng demak 0 ga teng bo'lar ekan. Tekis sirt hosil qiladi. Kapillyarlik hodisasi. Kapillyarlik hodisasi demak agar biz kapillyar naychalarda agar suyuqlikka solsak agar suyuqlik mana shu kapillyar naylar orqali yoki ko'tariladi yoki pastga tushadi. Ikkita holat bo'ladi. Kapillyar hodisa bu demak kichik diametrli naychalar suyuqlikning keng demak naychalaridagi sathiga nisbatan ko'tariladimi yoki pasayishi hosil qiladi. Endi bu keng o'sha naychalar deganimiz ixtiyoriy idishlar bo'lishi mumkin. Sirt taranglik kuchlari ta'sir suyuqlikning ustki qatlami egib Minsk hosil qiladi va tashqi bosimga qo'shimcha delta P ni hosil qilar ekan. Kapillyarda suyuqlikning sathi tutash idishlar qonuniga ko'ra idish kerak bo'ladigan sathdan yuqoriga yoki pastda joylashgan bo'ladi. Biz bilamizki, tutash idishlar qonuniga ko'ra agar biror bir idishga suyuqlik solsa agar mana bu suyuqlik idish o'sha radiusidan nimasidan qat'iy nazar bir xil tekislikda joylashgan bo'ladi. Lekin kapillyar holatlarda bu juda ham o'sha 1 millimetrdan kichkina bo'lsa agar diametri u holatda boshqacharoq qonun bo'yicha joylashar ekan. Xo'p, namlovchi suyuqliklar uchun, masalan, demak shisha naychalardagi suv birinchi holat uchun qarasak agar o'sha kapillyar bo'ylab yuqoriga ko'tariladi. Ya'ni shisha naychalar, ya'ni shisha kapillyarlarni suvga solsak agar bu kapillyar diametriga bog'liq holatda suyuqlik yuqoriga ko'tariladi. Masalan, kapillyarning o'sha diametri katta bo'lsa agar kamroq, kapillyar diametri kichkina bo'lgan sabab bu sari bu demak yuqoriroqqa ko'tariladi. Va mana bu holat uchun ikkinchi B holatini ham qarashimiz mumkin. Bu namlanmaydigan suyuqliklar uchun. Endi namlanmaydigan suyuqliklar uchun bu qavariq Minskimiz pastga joylashgan bo'ladi. Bu esa kapillyarning keng idishdagi suyuqlik sathidan pastroqqa tushishiga olib keladi. Bunda naychaning radiusi qanchalik kichik bo'lsa, namlovchi suyuqlik shuncha katta balandlikka H ga ko'tariladi. Namlanmaydigan suyuqliklar esa shuncha demak pastga tushadi. Endi mana buni qarash mumkin. Mana bu namlanadigan holatlar uchun qancha yuqoriga ko'tarilsa, namlanmaydigan holat uchun shuncha pastga tushadi. Bu ham o'sha idishning diametriga bog'liq holatda bo'ladi. Keltirilgan barcha holatlarda biz kapillyar hodisalari bilan demak ish ko'ramiz. Xo'p, endi kapillyarda suv sathi ko'tariladigan balandlik delta H topaylik. Mana bu demak delta H suyuqlik sathidan qancha balandlikda chiqishini topishimiz mumkin. Xo'p, bunaqa barcha hollarda Minsk radiusi tajriba yo'li bilan aniqlash mumkin. Masalan, o'sha kapillyar radiusi kichkina bo'lsa agar suyuqlikka solsak ma'lum bir balandlikka ko'tariladi. Bu holat uchun to'la namlanish holati deb olamiz. Ya'ni nimani kosinus tetani 0 ga teng deb olgan holatda kapillyarda suyuqlikka solib, suyuqlik sathidan uning balandligini topishimiz mumkin. Bu H ni quyidagi formula orqali ham topishimiz mumkin. ρh barobar 2 sigma taqsim R yoki 2 sigma kosinus teta taqsim R.
Kosinus tetamiz agar bo'lmasa agar, u holatda 2 sigma taqsim rho j r ga teng bo'ladi. Ya'ni kosinus bu yerda 0 ga burchak 0 ga teng bo'lsa, kosinusimiz 1 ga teng bo'ladi. U holatda 2r taqsim 2 sigma taqsim r ga teng bo'ladi. Xo'p, xulosa qilib, kapillyarda suyuqlik ko'tarilishi yoki pasayishi sir tarangli kuchlar hisobiga ro'y beradi va bu jarayon suyuqlikning xossalariga hamda kapillyar materiali xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Ya'ni jumladan uning zichligi, sir taranglik koeffitsiyenti hamda tetda bu chegaraviy burchagiga. Shuningdek, demak, uning radiusiga, ya'ni kapillyarning radiusiga kuchli bog'liq bo'ladi. Mana formuladan ko'rinib turibdiki, kapillyarning radiusi r qanchalik katta bo'lsa, h shuncha kichkina bo'ladi. Va zichligiga bog'liq, zichlik qancha katta bo'lsa agar, demak, h ham shuncha pastga tushadi. Kuchsiz namlanish holatda kosinus tetamiz kichkina 0 bo'ladi va formula, demak, kapillyarda pasayish kuzatiladi. Ya'ni mana bu yerda kosinusimiz kichkinaligi sababli h'imiz ham mana bu yerda kichkina bo'ladi. Xo'p, va teskarisi agar nima bo'lsa agar, mana bunimiz 0 ga yaqinlashsa, bu ko'tarish balandligi shuncha kattaligini ko'rsatadi. Kapillyar hodisalarning tabiatda namoyon bo'lishi. Endi kapillyar hodisalar, masalan, pilikda ko'rganmiz, chiroqda o'sha pilikni, demak, kerosinga solib, uni yuqoriga bir uchini chiqarib qo'yganimizda, o'sha kerosin, demak, bu pilik orqali yuqoriga namlanib ko'tarilardi. Mana buni yoqqanimizda, demak, fonus yoki o'sha chirog'imiz yonardi. Xo'p, ikkinchi holatda yer osti o'sha kapillyarlar orqali chiqqanda ham ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa ruchkaning kapillyarida ham buni misol qilib keltirishimiz mumkin. Xo'p, tabiatda ham bu juda muhim hisoblanadi. Masalan, daraxtlarda suv, bilamizki, daraxtlar bir necha 10 metr balandlikgacha o'sadi. Bu holatda yuqori uchlariga qanday qilib o'sha namlik yetib borishini mana shu hodisa orqali tushuntirishimiz mumkin. Ya'ni kapillyar orqali, demak, bu daraxtning eng yuqori nuqtalarida ham suv yetib borar ekan. Bu holatda yoki inson organizmida ham bu kapillyarlik juda muhim, ya'ni qon aylanish sistemasida juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Xo'p, mavzu bo'yicha quyidagi nazorat savollariga javob topgan holatda, demak, mavzuni mustahkamlaysizlar. Tushunmovchilik bo'lsa yoki bo'lmasa qayerdir xatolik yoki tushunarsiz tushunchalar bo'lsa agar,